Usta bova, men ham sizlarga qarasam maylimi? Yo, bizda turgan joyga sen nima qilasan ishlar? Usta bova, shunday qilib solaveray aravaga. Ha. Arabani to'ldirasan, Ha? qayoqda ustiga to'kasan keyin. Ha. Güzel ishlayapti. Yaq. Usta bova, menga mana shuni o'rgating. Yo. Buni o'rganishing uchun jura senga katta staj kerak bo'ladi. Sen boshqa ishlarni qilaymi mana, g'ishto. Usta bova, buni qayerga olib boray? Stoykani olib qo'yasan jura. Faqat shu shorbaga sinmasin, ha? Xo'p. Ha, zo'r ishlayapsan lekin. Gap yo'q. Ha, malades lekin. Ko'tar. Ha. Cho'q, o qanaqa odamsiz? Ko'tar. Ketdik. Usta bova, shunday qilib teshadimi o'zi? Ha. Hayotga teshishga adashma jo'rada. Shuni ko'tarasan, urasan deb bo'lgan. Xo'p. Nechi bo'ldi azamat soat? 3,5. O'zi o'g'ilchaga ishni o'rgatyapsizlarmi yo qildiryapsizlarmi? O'g'ilchangiz bir usta bo'lib yetishsunmi, chiniqsunmi? Bo'ldi, jiming bo'lmasa. Kunchi yomon qiyinlashyapti-da. Qani boshlanglar qani? Ojara. Qara, ana, tarbiya ham zo'r ekanda, kattada oldin boshlayar ekanda. Azamat o'rgan. Ustozi gapini ikki qilmayapti. Qara, qavun ye desam yeryapti. Shu qavunni qarab, po'chog'ini ham yeradi o'zi. Ana, bu bizning kelajagimiz, Azamat. Qara, ustozi gapini ikki qilmay deb qavunni po'chog'ini ham yeryapti. Shu qavunni po'chog'idan keyin suvni ham yeradi, qara. Ana bu haqiqiy usta mana bunaqa bo'ladi. Bu bo'lajak usta bu. Usta bova, men hozir kelaman. Usta bova qayerga ketdi bu? Bu tez borib asta qaytayotgan joyga ketdi.